Assalomu alaykum do'stlar. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Hozir men stream xona qildim. Wow deysizlar, bu stream hali hech kimda bo'lmagan. Yangi narsalar olib turib, primoy stream qilyapman aka. Stream xonam hozir ko'rsataman. Mana bunday kirib boshdan notebooklar akalar. Mana devorda aboyga bir baholaymiz devorda aboyga. Вообще четкий. Mana akalar kompyuterlarga gap bo'lishi mumkin emas. Mana akalar, короче, kompyuterimiz вообще четкий, idealnisti, juda ham четкий akalar. Kompyuter dasturxonga e'tibor bersangiz choylar ham bor. Gap bo'lishi mumkin emas primoy xonamizga. Короче, bunda yoqamiz notebookni. Nima ishlamas ekan. Anicho aka biromanlar ishlatamiz, bitta keys 2 tortamiz, GT5lar hamma o'yin tortadi akalar bu. Jigarlar juda ham четкий kompyuter bu. Просто inasiga kirib ketganda, navshnilari ham, mishkalari ham apasiga kirib ketgan. Bu akalar eng asosiysi mana orqa aboy cho'tki, to'g'rimi? Bitta orqa aboyga shunday ko'rinishlar bilan bu rekomendasiyaga chiqib ketadi primoy streamlarim, videolarim. Shuncha da bitta like, obuna bosib qo'yamiz alohida stream xonamiz uchun. Davay jigarlar, cho'tki bo'ladi.